Assalomu alaykum. CSS bilan yozishni boshlaymiz. O'tgan safar boshlagan loyihamizda CSS qismini yozishni boshlaymiz. Va bu bir qancha qismlarga bo'linadi. Sababiga har bitta stillarni iloji boricha tushuntirib berishga, qanday ishlashiga harakat qilamiz. Shu bilan xudo xohlasa CSS anchagina bilib, uni amaliyot qilgan bo'lamiz. Demak, odatda loyihalar ishlatgan vaqtda doim yulduzcha bilan mana bunday holatda yozib qo'yishadi. Rishitga jingal kavchadan qo'llanishadi. Va yulduzcha degani barcha HTML fayllarga beriladigan stillar hisoblanadi. Va odatda barcha HTML fayllarga qanday stillar qo'llaniladi? Bu margin stilini qo'llab, uni nol berib qo'yishadi. Sababi margin degani elementlarni bir-biriga orasidagi masofani ta'minlab beradi o'zi. Teg bilan orasidagi masofani ta'minlab beradi. E'tibor berilgan bo'lsangiz, boyagi, ya'ni oldingi qismdagi videomizda elementlarimiz bir-biridan birozgina uzoqroqda joylashgan, ya'ni oralar ochiq-ochiq edi, lekin margin nol qilingandan keyin barcha elementlar bir-biriga yopishib qoldi. Deyarli barcha sahifada xuddi shunday. Mana ko'ryapsiz, oralarda hech qanday joy qolmagan. Bu nima uchun bunaqa qilib qo'yishadi? Sababi har bitta HTML tagini o'zini default margin, ya'ni bir element boshqa bir element bilan orada masofasi, chegarasi bo'ladi. Xuddi o'sha margin nol qilib, o'sha masofani chegarani olib tashlaymiz. Sababiki, agar siz o'zingiz keyin qanaqadir masofa qo'shimcha beradigan bo'lsangiz, undagi masofa bilan qo'shilib, yanada masofa kattarib ketishi, stil ko'ngildagidek chiqmay qolishi mumkin. Va yana padding degan stil bor. Padding nol qilishadi. Padding vazifasi elementni ichki qismlar, ya'ni bir elementimiz, aytaylik, mana p tag bo'lsa, uni ichida joylashgan bo'sh joylarini yo'q qiladi. Ya'ni bu ham o'sha ortiqcha joyda olib tashlash uchun kerak bo'ladi. Margin bu elementlar, ya'ni misol uchun p tagimiz bilan mana image o'rtasidagi masofani ta'minlab kattartirib, kichraytirib xizmat qilsa, padding mana shu p tagining o'zining ichida bo'sh joylarni kattartirishga harakat qiladi. O'shalarni olib tashlayapti nol qilib. Va keyin yana stil qo'llab qo'yishadi. Bu box siding, border box. Bu qachonki agar bizlar stil berayotgan vaqtimizda parent child qoidasi bo'yicha ota-ona hududidan yoki ota-ona chizig'idan deylik, bola element birozgina chetga chiqib ketish holatlari kuzatish ehtimoli bo'lsa, o'shani box siding, border box tartibga solib qo'yadi. Ya'ni o'sha aytadiki, ota-ona hududidan chiqmasin, faqat o'sha korobkaning ichida chiqib bo'lsin degan ma'noda aytadi. Bu loyihamiz to'g'ri tekst holatda chiqishini ta'minlab beradi. Xo'p, endi doimiy mana shu uchta stil yulduzcha bilan qo'llaniladi. Keyingi beradigan stilimiz endi HTML va body qismiga berib o'tamiz. HTML va body qismiga birgalikda berishimiz uchun HTML dan keyin virgul qo'yamiz va bodyni yozamiz. Body va jingle qavcha qo'yamiz. Va endi bunga beradigan stilimiz shuning ichidagi barcha taglarimiz font familiyasi sans serif degan bodyani bor. Shuning ichida yozilgan barcha index html, kontakt bilan, about bilan barchasiga yozuvlar, misol uchun mana yozuvlarimizni ko'rgan bo'lsangiz, birozgina oldingisiga e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zgarib, oldingisiga nisbatan o'zgarib, ortiqcha jimjimadorliklarni olib tashladi. And font family barcha yozuvlarga yoki bo'lmasam o'sha ma'lum bir tagga berilayotgan bo'lsa, o'sha tagdagi yozuvni qaysi uslubda yozilishini ta'minlab berar ekan. Keyin taglarimizni birozgina tartiblab olamiz. Barcha taglarimiz colori, ichidagi colori 3 bo'lsin. Shunda menyularimiz ham qora rangda, menyularimiz ham qora rangda o'tganini ko'ryapsiz. Buni tashqari yana bormidi? Yana tagimiz home sahifasida bor edi. Bu yoq ham qora, mana about us ham qora rangda o'tgan, read more ham qora rangda o'tgan. Keyin text decoration degan stil bor. Text decoration bu tagini ostiga yoki tagini yoki elementlarni plus taglar ostida chiziq bo'lsa, o'sha chiziqni olib tashlash yoki bo'lmasa chiziq chizib berish shunchalik bizga hozircha tagini o'zini tag chiziq bo'lgani uchun olib tashlaymiz, kerak emas. Bundan qilib qo'yamiz.
shunda boyagi menyularimizdagi mana menyularimizdagi taqchiliqlar o'chib ketdi deb ko'rgan bo'lsangiz. Keyingi stilimiz endi H1, H2, H3 kabi qo'llanilgan teklarimizga beramiz. Masalan, H1 va shuni mana bunday yozsak bo'ladi. H2 virgul enter bosib H3 va bundan keyin jingroq qavs ochamiz. Endi padding bottom, ya'ni padding degani elementning ichidan joy ajratish deydimi? Bottom degan padding bottom chiziq padding bottom o'sha teklarimizning ichidan pastki tarafdan joy ajratib beradi. Ya'ni tepa va o'ng taraflarga qaramaydi-da, pastki tarafdan joy ajratib beradi. Joyni misol uchun 20 piksel desak ketadi, 20 piksel. Hozir bizga bilinmaydi bu joylar, e'tibor bergan bo'lsangiz, birozgina endi taglar kengaydi. Boya yopishib turganida taglarini ochib berdi. Endi bunday holatda ikki teg o'zaro masofasini uzoqlashtiradi deya olmayman. Sababi mana bu tegimiz baribir hozir hash teglarimiz bilan yopishib turibdi. Faqatgina uning ichidan joyi kengaydi xolos. Buni mana background berib ko'raman, hozir test sifatida ko'rishimiz mumkin. Background color red deb turaylik. Mana ko'ryapsiz, qizil chiziq mana bu yerda tugayapti va bu p tegimizga tegib turibdi. Demak, hash tegimiz p tegimiz bilan orasini uzoqlashtirmadi, shunchaki o'zining ichidan birozgina joyni kengaytirdi. Pastki tarafdan. Padding top bo'lsa tepa qismdan, left bo'lsa chap, padding left bo'lsa chap qismdan, padding right bo'lsa o'ng qismdan joy ajratib beradi. Padding vazifasi xullas tegida ichidan joy ajratib berish hisoblanadi. Buni yanada ko'proq izlanib ko'rasizlar. Ko'proq sinab ko'rsangiz yanada yaxshiroq tushunib olasizlar. Keyingi stilimiz p tegiga beriladi. P tegiga endi p tegiga margin beramiz. Margin bu endi elementlarni o'zaro masofasini uzoqlashtirish hisoblanadi. Hozir buni sinab ko'ramiz. Padding va marginning farqini. Odatda margin deb o'zini yozadigan bo'lsak, biz bunga bir qancha stillar bersak bo'ladi. Misol birinchisi 10 piksel, tepa pastdan va o'ng va chapdan 0 bo'lsin. Ikkita stil qo'llasak, birinchi stilimiz p tegimizning tepa va past qismiga, ikkinchi qismi o'ng va chap qismiga ishlaydi. Shu yerda bir uzr aniqman. Test sinash uchun background color bunga green, bunga esa red qaytarib turamiz. Background color red. Mana ko'ryapsiz, boya p tegimiz mana bu chiziqqa yopishib turgan edi, qizil chiziqqa. Endi bu orasi ochilib qoldi. Mana shu orasi ochilgan masofa margin hisoblanadi, ya'ni ikkita tegni bir-biridan uzoqlashtirgan qismi margin hisoblanadi. Tegning o'zining ichidan bo'sh joy ajratilgani bu padding hisoblanadi. Buni ham o'chirib turamiz. Bu ham bizga kerak emas. Tushunib oldik degan umiddaman. Va keyingi navbatdagi stilimiz endi navbar tegiga beriladi. Ya'ni navbar tegi deb bizlar ID'siga mana bizlar navbar ID'miz. Xuddi shu ID'ga beramiz. Bu navbar ID'miz deyarli barcha sahifalarimizda bor. Mana chunki header va footer va ko'p yoqib o'tkazgandik, shuning uchun barchasida bor. Endi ID'ga stil bermoqchi bo'lsak, albatta oldidan rishitcha qo'yamiz. Navbar e'tibor bering. Teglarning nomi yozilganda shunchaki o'zining nomi yozilaveradi. Agar ID yozilsa, oldiga rishitcha qo'yiladi. Va bunga background color beramiz. 3 ta 3 yetadi. Ichidagi tekstlarning rangi color bo'lsin, ya'ni FF oxirida bo'lsin. Bizlar rishitga bilan ochib beraylik. FF. Va overflow qilamiz. Auto overflow degani agarda toshib chiqib ketadigan qism bo'lsa, o'shalarni yoki bo'lmasam scroll hosil qilib beradi
Hozir bu yerda bilinadi ekan. Bizda ichidagi tekstlar ko'rinmay qoldi. Navbatning ichida tekstlar ko'rinmay qoldi, chunki mana bu yerda bor, lekin mana ko'ryapsiz, chiquvchamiz mishgacha o'qib qolyapti. Bunday holatda o'sha tek borligini bildiradi, lekin rangni orqasiga o'tmay qoldi. O'sha rangini ham o'zgartirib qo'yamiz. Shunda agar navbat ichidagi A ga bermoqchi bo'lsak, navbat yozaman. Navbat uning ichida A. Shunda barcha A'larga ta'sir o'tkazmaydi, faqatgina mana bu navbat ID'mizga ichida joylashgan A'largagina stil beradi. Color'ini color FF qo'ysak kifoya qiladi. Mana endi qaytdi. Chunki mana bu ham A'da turganda hammasi qaytdi. Yaxshi. Endi davom etamiz. Keyingi stilimiz endi navbat ichidagi H1 ga beriladi. Navbat buning ichidagi H1. Sababi bizning navbatimizda ichida H1 bor, logo va uni H1 ichida A bor. Mana shu xolos tursin. Endi bunga aytamiz, float degan stil bor. Float degani suzish degani. Bu stilda qanaqa bo'ladi? Element chap tarafga qarab, float left qilsak, chap tarafga qarab suzadi. Undan keyin kelayotgan element suzib, uni yoniga chiqishga harakat qiladi. Ya'ni bu chap tarafga suzsa, keyingi element o'ng tarafga qarab suzib chiqadi. Sochmi hozir bunga aytmasam, stilimizda ko'rganimni e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda ostma-ustma joylashgan edi. Yani mana projekt tepada, bular pastda edi, lekin hozir ular buni yoniga suzib chiqdi. Ya'ni float leftda qolgandan keyin bu chap tarafga joylashadi. Float bular esa right bo'lib, o'ng tarafga qarab suzib chiqadi. Agar buni right qiladigan bo'lsak, right qiladigan bo'lsak, bizani ko'ryapsiz, bu o'ng tarafga qarab suzib ketdi. Bizani menularimiz esa chap tarafga qarab suzib chiqdi. Float ishlatishda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Nozik masala, sababi u o'zidan keyinda joylashgan teglarning joyini ham o'zgartirib yuboradi. Sababi ular suzib o'sha oldingisi qaysi tarafga qarab yon bosib ketsa, o'sha tarafga qarab joylashib ketadi. Hozirda bu chap tarafga qarab joylashadi va bular esa o'ng tarafga qarab suzib chiqadi. Uchun buni ham bir chiroyli holatga keltirib olishimiz kerak. Demak, navbat ichida UL ga beramiz, chunki navbat ichida UL tegimiz bor. Navbat buning ichida UL. Va bunga endi aytmasak ham shunday ham o'ng tarafga suzib chiqdi, shunday ham mayli berib qo'yaveraylik. Float right. Float right o'ng tarafga qarab tutsin. Shunda hozir ishlar o'zgarmaydi, chunki shunday o'ng tarafda turibdi. Endi oldidagi nuqtachalarni olib tashlashimiz kerak. Ya'ni A teglarimiz 6 nuqtalar bor. Shu nuqtalarni olib tashlash uchun list style type degani bor. Yoki bo'lmasa list style o'zini ham qo'llasak bo'laveradi. Farqi yo'q, list style type yoki list style o'zi. Buni none qilib qo'yamiz. Mana none. None degani o'chirish degani. Ko'rishimiz mumkin. Mana oldi qismda nuqtalar o'chib ketdi. Va keyingi beriladigan stilimiz navbatda stilni tugatib olaylik. Shu bilan biroz dam olamiz. Qolganini keyingi darsda ko'ramiz. Navbat uning ichidagi UL va uning ichidagi liga stil beramiz. Lilarda stilini float left qilsak,
Albatta 2 nuqtasi qolib ketdi. Orqasidan ichingga nuqtal virgullar qo'yib qo'yishimiz kerak. Biz qilsak hammasi yonma-yon holatga o'tadi, suzib chiqadi. Endi keyingi beradigan fikrimiz o'sha navbarni ichidagi navbar, uning ichidagi uyal va uning ichidagi i va uning ichidagi a. Shu tariqa ko'rayotgan bo'lsak, bir tegimizni ichidagi boshqa teglarga ham kirib kelyapti. Qolchimni navbar aydisini ichidagi uyal, uning ichidagi li va uning ichidagi a deb. Buni display inline block deganni o'tkazamiz. Chunki biz bilamiz, teglarimiz ikki xil tonus bor. Justi teg bo'linadi. Ular display block va inline xususiyatiga ega. Ya'ni block degan butun boshli qatorda egallab turadi. Inline degani faqatgina o'zini chegarasi bilan chegaralanadi. A tegimiz tabiatan inline, lekin inline block degan ko'rinishdan inline o'xshaydi, lekin blok xususiyatiga ega bo'ladi. Blok teglar qanaqa xususiyatga ega bo'ladi? Ular o'zini hajmini oshirib kamaytirish xususiyatiga ega bo'ladi. A tegin o'zi tabiatan agar buni o'zgartirmasdan qiladigan bo'lsak, inline bo'lib turgan holatida o'z hajmini oshira olmaydi. Chunki inline teglar o'zini hajmini oshira olmaydi. Shunda bu holat kodimizda mana shu bo'lyaptiki, A tegi o'zini ko'rinishini xuddi inlinedek tutsa, lekin blok xususiyatiga ega bo'lsin, ya'ni hajmini kattatirib kichirtira olsin deb. Va unga padding beramiz. Padding ichidan kengaytiramiz. 25 piksel desak, barcha taraf, ya'ni o'ng tarafi ham, chap tarafi ham, tepasi ham, pasti ham 25 pikselga ega bo'ladi. Va oxirgi stilimiz endi o'tiklarimiz, ya'ni navbat ichida turgan UL, uning ichidagi li va uning ichidagi a over bo'lganda bundan tashqari o'sha navbar, uning ichidagi UL, uning ichidagi li va a current, ya'ni asosiy bo'lib turganida bu tanlanganligimiz background color'i to'rtta tur qilaylik. Biroz seriroq qora chiqadi. Keyin color'ini F7 C08 A qiladigan bo'lsak, bizga bir zolotoy rang chiqarib beradi. Mana ko'ryapsiz, menimiz anchagina yaxshilandi. Endi buni olib borib ko'radigan bo'lsak, mana orqa fon ko'ryapsiz, seriyalashdi. To'q qora, bu 3 edi, bu 4 seriyalashdi va rangi ham zolotoy rangga o'tdi. Bular shu bilan navbarimiz stili tugadi, deyarli hammasi bir xil holatga o'tdi. Klima buni birozgina keyingi darsda qo'yib, vaqtimiz ancha cho'zilib ketdi. Bugun keyingi darsda davom ettiramiz.